Assalomu alaykum. Sergeli Xonoboddagi uylarimiz bitti. 1-2 sotuvdan qurilgan. 19 ta qurilgan. 2 ta dona qoldi. Qolgan hammasi egalariga topshirildi. Uylarimizni bitta obzorlarini ko'rsatamiz. Sentralniy kanalizatsiya, hamma sharoitlari bor. 100% fonli to'pli pol. Kiraverishlarimiz. O'zini shinagini, polisi ham bor. Uyimizga kirib kelganimizda chap qo'limizda oshxonamiz joylashgan. Yo'ldan ikkinchi etajga chiqib ketiladi. Bitta birinchi etaj sanuzelimiz. Bu yoqda ispaniyxona. Bu yoqda havo olishga joy tashab ketilgan. Birinchi etaj zalimiz. İkinci etajimizdan zorlanib ko'rsatamiz. İkinci etajga chiqib kelganimizda o'ng qo'limizda spaniy. Bizning ko'chaga olgan oynalar. Bunisi ikkinchi etaj sanuzelimiz. Bu yoqda katta hol qoldirilgan. Xona kerak bo'lsa, davol tortsa bo'ladi. Bu ham bitta xonaga kirib ketadi. Bu yoqda yana bitta zalimiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $85,000.